Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Sog'misizlar, salomatmisizlar? Biz yana Dilshod To'raxo'jayevni qurgan joyga keldik. Ya'ni Namangan viloyati Pop tumani Chodak qishlog'ida joylashgan Kosmos Apart Hotel deyiladi. O'sha ham mehmonxona, ham dam oladigan joy. Juda chiroyli manzara. Oldin ham bir video qilgandim. Bugun Andijondan Toshkentga ketganda yana bir kirib ko'raylik. Nima gaplar, nima so'zlar deb kirganimizda odamlar deyarli yo'q, huvullab qolgan joy. Joylar huvullab qolgan va yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Bu bo'yicha ma'lumot. Shu Oliy suddan rad javobi berilgandan keyin oqlash bo'yicha video chiqargandim. Videoga munosabat bildirilgan Oliy sud tomonidan va o'sha Oliy sud matbuot kotibi Aziz Obidov Telegram kanalida ham bor. Hozir men sizlarga shuni o'qib beraman. Demak, do'stlar, Oliy sudda o'sha munosabatini o'qib beraman. Bloger S. Adilovning YouTube video hostingida e'lon qilingan D. To'raxo'jayevga oid jinoyat ishiga doir video murojaat yuzasidan sudlangan To'raxo'jayevga nisbatan chiqarilgan sud qarorlaridan norozi bo'lib, uning advokatlari tomonidan 2025-yil 25-mart kuni Oliy sudga shikoyat berilgan bo'lib, hozirda mazkur shikoyat tegishli tartibda o'rganib chiqilmoqda. Mazkur video murojaatda tilga olingan vajlar advokatlarining shikoyatida ham keltirilgan. O'rganish chog'ida ularga huquqiy baho berilib, uning natijasi bo'yicha shikoyat mualliflariga ma'lum qilinadi deb Oliy suddan munosabat bildirishibdi bizni videomizga. Demak, do'stlar, biz avvalambor Oliy sudga shu munosabat uchun e'tiborsiz qoldirmagan uchun rahmat aytamiz Aziz aka Obidovga ham. Lekin ko'rib ochig'ini achinib ketyapman. Shunaqa joylar huvullab qolgan, lekin hozir bolalar bilan gaplashim shu yerda axrana bolalar bilan. Odamlar kelsa bo'ladi, faqat svet o'chirib qo'yilgan ekan. Bemalol odamlar kelib dam olishi mumkin. Telefon raqamlarini o'sha kommentariya va opisaniyada qoldiraman. Shularga telefon qilib kelsanglar bo'ladi. Bu yerda o'sha elektr energiyaning deyarli keragi ham yo'q. Nima deganga havoni o'zi dahshat. Kelib o'zinglar bozorlik qilib kelib, hozir o'sha joylarni yana bir bor ko'rsataman. Bozorlik qilib kelib bemalol dam olsanglar bo'ladi. Bu Namangan viloyati Pop tumanida joylashgan. O'sha shanba oddiy kunlari, yakshanba kunlari odam yaxshi bo'lyapti deb aytishyapti. Bu yerda hozir bu yoq issiq bo'ladi. Mehmonxonalar ishlab turibdi, faqat ozgina kamchiliklari bor. O'sha svetda sal muammo bor ekan. Qo'llab turasizlar do'stlar. Sababi bari bu yer o'zining sadirjaniyasi bor, ushlab turishi bor, naloglari bor. Mana qaranglar, shuncha joyi anaqa qilingan, shu yurtda deydimi? Qani bittasini ham ko'ramiz. Kim vaqti bo'lganda, kim dam olayotgan bo'lsa, imkoniyati bo'lsa, Namanganga kelib dam olsa bo'ladi. Mana shu joylar juda ham katta mehmonxona. Bu o'sha joyi mana ichkarida ko'ramiz. 10 kishi bemalol sig'ar ekan. Joyi qarang, manzarani. Eng asosiysi bu yerda havo toza. O'zinglar bozorlik qilib
Kesinglar, idish tovoqlari bo'lishi kerak. Ko'rpa to'shak hamma yo'g'i bor. Kelib dam olsanglar bo'ladi. O'sha bu yerda dam olishni o'sha narxlarini hozir bilmayman. Telefon raqamlari orqali o'zingizlar gaplashsanglar, lokatsiyalarini ham tashlab berishadi. Telefonlarni boya aytgandek kommentariyada qoldiramiz. Bir kun kelib dam olsangiz bo'ladi. Bu yerda havosi umuman boshqacha. Bu mehmonxonamiz o'sha Cho'dak qishlog'ining eng katta mehmonxonalaridan biri va eng katta investitsiya kiritilgan mehmonxonalardan biri. Bemalol dam olsangiz bo'ladi. Masalan deylik, boya 10 kishilik joy dedim. Kichkina joylari ham bor. Mana 4 kishilik. Mana shu joylarda ham dam olsa bo'ladi. Mana bu katta mehmonxona. Mana kichkinaroq joylari ham bor. 4 kishi bitta mashinada kelib bozor qilib, mana shu yerda dam olib o'tirib mazza qilsangiz bo'ladi. Demak, ana ko'pchilik kelganda shashlik qiladi o'zi. Piknik deydimi? Ha, dam olganda mana shashlik qo'ralari ham bor ekan. Sixlari ham, idish tovoqlari ham bo'lishi kerak. Manzarani qaranglar endi. Manzarani. Eng asosiysi bu yerda havo toza. Endi men bu o'ziga xosalik reklamani qilishimiz sababi bari bilasizlar, finansga ko'p narsa bog'liq, pulga bog'liq. O'shanga bu yerda xarajatlari bor. Kuniga ancha-muncha xarajat ketadi bu yerga. Mana kattani yurtda deydi, buni kattalari ham bor ekan. Bemalol hozirgi paytda kelib mana joylarni olib, mana 4 kishilik, naryoqda 10 kishilik joylarni ko'rdik. Yoki 2-3 ta joyi olib, yoki mana mehmonxonalari kesinglar bo'ladi. Mana shunaqa do'stlar. Davay hammamiz kim bekorchi bo'lib qolsa, imkoniyati bo'lsa, shu joyga kelishni maslahat beramiz. Kesinglar, maza qilasizlar. Tinchgina, jimgina dam olib, haliga yosh kattalar bo'lsa, narda o'ynab, karta o'ynab, shunga o'xshagan. Lekin endi havoni qanaqaligini bu yerda ko'rsatib bo'lmaydi-yu. Ya hidini bilantirib bo'lmaydi, lekin havo haqiqatdan toza, chunki yon atrofdan hech qanaqa mashina yurmaydi. Hech qanaqa zavod, fabrikalar yo'q. Endi men shuni so'ragan bo'lardim Oliy suddan. Iltimos, Oliy sudda sudyalari, Oliy sud raisi, yordamchilari shu ishni haqqoniy ko'rib chiqinglar. Chunki men oldin ham aytganman, hozir ham aytaman, bu bolada ayb yo'q. Ayblovlar soxta. Urib dabdala qilib o'sha 9 ta bola hozir qamoqxonada o'tiribdi. Bittasini ham ayblov qilib, aybli qilib qo'yib yuborishgan, lekin u ham jazolangan, uy qamog'ida o'tiribdi yana bir bola. Qolgan 9 ta bola hozir 15 yil, 10 yil shunaqada olgan. Dilshod To'laxo'jayev 15 yil jazo olgan. Tushunarsiz jazo. Hurmatli do'stlar, shunaqa bu joylarni ko'rib, bir tomondan mazza qilib bahri dunyo ochiladi, bir tomondan asabing qo'ziydi. Sababi shu mana shu joyni qurgan inson o'sha Rossiyada ishlab kelib, necha yillik topgan pullarini, mehnatini sarflagan, investitsiya olib kirgan Dilshod To'laxo'jayev mana qamoqda o'tiribdi. Balki o'zi ham ko'rib qolar, bir imkoniyat qilib. Dilshod, biz siz bilan birgamiz. Bardam bo'ling. O'ziga ham aytganman bu gaplarni. Xudo xolisa hammasi yaxshi bo'ladi. Qachondir baribir To'laxo'jayev oqlanadi. Hozir bo'lmasa keyinroq. Shuning uchun sudyalarimizni savob ish qilishiga, haqiqatni ko'rsatishiga mana katta shans. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana shu joyga kelib, sizlar ham dam olinglar, shunda bozorlikni qilib olsanglar bo'ldi. Hammasi zo'r bo'ladi, mazza qilasizlar.
Salomat bo'linglar.